Abduhoshim, ishlashidigan bolalar bo'lsa, chaqir, ishlashiik, bular toklar ichini ishlov berayik. Haqini oladi, haqmador. Motokultivatori bilan kesin. Mavlon, Qishloqda hozir bekor bola yo'q. Qo'ytudan to'plasangiz qo'ygan keyin, qo'ytu bilan mashina qishloqdan. shuni. Ikkala qishloqlar Bari birga yopishadi endi. O'zinikiga. Tezlashtirib motokultivator bilan bir haydab chiqishimiz kerak-da. mashina atrofda o'zim zepansiy kamera olib Ha, bolalarga bir taklif berib ko'r, nima farqi bor? Ishlayapti-ku. Endi toklarni ochib bo'ldi. Ishlayotgan bolalar. Taklif berib ko'r. Ana shunday toklar ichini motokultivator bilan haydash kerak-da. Gektariga kelishadimi, qatariga kelishadimi, kunbey kelishadimi, kelishaveramiz. To'g'rimi, Abduhoshim? Sen nima deysan? Hozir pastdagi tokzorlarda qanday ishlashyapti odamlar? Abduhoshim? Boshlaydi-da, udarishni boshlaydi endi. Hali boshlagan yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Ha, shu bo'lib qolsa, bitta ikkita bolalarga aytinglar. Mani ishlashaylik. Mani yo'lda usti. internet bor, suv bor. Mani sharoit bor, turishga, dam olishga, soyalashga sharoit bor. Kelishamiz? Sog' salomat bo'linglar.